Shunaqa chiroyli bo'lib ketdi. Ani yuzlari tiniqlashib, tekislashib, atyoklari ketib, eri ham xursand. Xullas, soat 5:30. Уже ish vaqtimiz tugagan. Skrining markazidan patsient jo'natishyapti og'ir holatda. 19 haftalik homiladorlik, UZI kartinasini ko'rsak, hamma yoqda ish, ya'ni platsentada ham ishish, bolada yuragida ishish, qornida suv yig'ilgan, og'ir holatda patsient kelyapti. Ikkita juftlik ko'zida yosh, bolani oldirish kerak, nima qilamiz? Ginekolog bilan maslahatlashish uchun yuborishgan. Biz shu ishlarni olib keladigan hamma sabablarni bartaraf etishimiz uchun check-up yozib berdik, anamnezini yig'dik, istoriyasini va check-upini topshirishga yubordik. Analizlarida, ya'ni check-upida полностью oqsil defitsiti, ya'ni oqsili 56-53 ga tushib ketgan, albuminlar ham tushib ketgan 28. Juda ham og'ir analiz bo'yicha. Homiladorlikda o'zi oqsil 70-75 dan baland bo'lishi kerak. Lekin homiladorlik vaqtida ham bola o'sish uchun oqsil o'zi tushib ketadi ko'p holatda. O'shaning uchun ko'p holatlarda biz kollagenlarni, go'shtli ovqatlarni, to'g'ri ovqatlanish va uni so'rilishini yaxshilash uchun fermentlar yoki tabiiy olma sirkalarini berishga harakat qilamiz homiladorlarda. Shuning uchun bu patsientga xuddi shu rekomendatsiyalarni berdik va kritiskiy уровеньda bo'lgani uchun oqsil va atyok bo'lgani uchun boladagi onada обязательно biz boshladik IV terapiyani. Nimaga IV terapiyada tezroq vasполнение, uzoq muddat emas, ya'ni qisqa muddatda tezroq oqsillarni vasполнять qilib, kapelnitsa orqali oqsillarni quydik. Har 2 haftada UZIga keldi. Har 2 haftada o'ylang Jizzaxdan qatnadilar bu yoqqa. Bolani birinchi o'chirdi, bolani hamma atyoki ketdi. Hamma atyok ketdi, onani ham o'zini atyoki ketdi, faqat единственный shu platsentani, ya'ni yo'ldoshi atyoki qoldi. Sekin ketadi, chunki qon aylanishini yaxshilash uchun обязательно kliksanli, har xil tabletированный variantda ham preparatlarni ham berish boshladik. Ya'ni poliprenollarni ham har xil imенно defitsitlarida juda ham defitsitga kirgan ayol edi, o'zi ham defitsitlarini ko'tarib va endi ko'rsangiz bu platsentani ishishi mayli, bolani ishishi ketdi, platsentani ishi ham sekinlashdi, lekin onani o'zi shunaqa chiroyli bo'lib ketdi, ani yuzlari tiniqlashib, tekislashib, atyoklari ketib, xullas eri ham xursand, xotinim chiroyli homilador bo'lyapti deb, farzandi ham qolganiga xursand bo'lib, Xudoga shukr, mana уже 4 oylik bo'lishadi, o'g'il tug'ildi, pahlavon, qutulib oldilar, farzandlari sog' salomat.